Hozir kollagen haqida juda ham ko'p savol tushyapti. Kollagenni men sizlarga Primoy saytini o'zidan, Koreyani saytini o'zidan xarid qilishni o'rgataman va nima uchun imенно Koreya xalqi, Yaponiya bilan Koreya faqat suyultirilgan, suyuq holatdagi kollagenni ichadi. Chunki bu niskomolekulyarni molekulasi shu darajada kichkina bo'ladiki, siz organizmingiz kollagenni o'ziniki deb qabul qilib, sizga foydasi tegadi. Kukunli, tabletkali, jileli ko'rinishdagi kollagenlarni sifati bu darajada bo'lmaydi. Qancha molekulasi kichkina bo'lsa, shunchalik siz organizmingizda so'rilishi, singishi oson bo'ladi. Shuning uchun ham effektini klientlar bundan 5 kun, 6 kunda sezadi. Soch to'kilishidan yoki oyoq og'rig'i bo'lsa, og'riqlarni qolishidan, shu narsadan bilishadi, shu buni effekti yaxshi. Ham teri o'zgarishi boshlaydi. Teri ko'tarilishini boshlaydi. Buni kurs lecheniya qilib ichishingiz kerak. Ichida nechta bo'ladi? Bitta korobkani ichida 14 ta bo'ladi. Qizlarjonlar, men sizlarga bitta narsani aytaman. Sizlarni o'zlaringizga Koreyadan zakaz qilishni buni o'rgataman.